Xo'p, mana bunyodagi ayting, necha milliard bor? Milliardermisiz? Vashi isib ketolmaydi. Yechib qo'ying. Vashi terla isib ketolmaydi. Bo'ladi. Azoblаш xizmatiga meni ishga taklif qilishsa, kim bo'lib ishlaganim yaxshi? Bosh menejer. Kollejga kirguningizgacha ham birinchi muhabbat bo'lmaganmi? Bo'lgan. Dinara bilar ekanlar. Bo'lgani, Nozima bor edi, Nozima. Teri chiqib ketdi. Otini ham bir topib qo'ydimi? Kim aybni o'zi qilib, keyin hammasini shaytonga ag'daradi. Birinchi uchrashuvimizda somsaxonaga borgan. Ana gazli somsa emasmi? Gazda ko'chada. Uchburchangiz bo'ldi. Shunaqa somsami? Ism bo'lar donasi. Ularni birinchi bergan guli shuni gerbariya qilib saqlab qo'ygan. Pulni betiga qaramasdan ishlatgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lgan. Bo'lmagan. Undan oldingi sevgilaringiz rad etilganmidi? Yo'q. Dinara, o'z qo'llarim bilan pishirdim desangiz ishonmayman sizga. Bu jon ketdingiz. Yo'q, aytavering. Baxtdan yig'layapsiz, pul ko'pligidan yig'layapsiz. Nega kesamiz? Yaxshi emas, ayting. Klientga tur sotish uchun o'zingiz bilmagan joyni maqtagan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Albatta bo'lgan. Bo'lgan. Sevgan va sevilgan insonlar bu dunyoning eng baxtli qahramonlaridir. Biz esa mana shunday baxtli oilalarni sizga ko'rsatishda davom etamiz. Bu ikkalamiz studiyada Sardorbek, Farangiz. Assalomu alaykum. Har doimgidek sevgi va muhabbat haqida gaplashamiz. Bugungi oilamiz Biznesmenlar. ha, ular bilan suhbat qanaqa bo'lar ekan? Hozir albatta bunga o'zimiz guvoh bo'lamiz. Har holda ularning kasbiy faoliyatlari ham qiziq, birga ishlashlari ham qiziq, birga sayohatlarga borishlari ham qiziq. 13 yillik hayot ham qiziq. Mr. Bunyod aka, milliarder, oligarx, biznesmen va ularning turmush o'rtoqlari Mrs. Dinara xonim, Xorazmdan, o'zimizdan. Va ular bugun studiyamiz mehmonlari bo'lishadi. Biz mana shu biznesmenlar oilasini bugun sizga ko'rsatamiz. Ularni ko'pchilik taniydi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p intervyularda, chiqishlarda ko'rishgan. Navbatdagi intervyuda birgalikda ko'rinish berishyapti. Birinchi marta. Asosan turmush o'rtog'ingiz intervyu berganlar. Kimga o'zi ko'proq mashhurlik yoqadi? Mashhurlik o'zi hammaga yoqadi, lekin bularga ko'proq yoqsa kerak. Dinaraga. Mashhurlikni yaxshi ko'radigan insonlar asosan o'sha xonanda yoki aktrisa bo'lishlarini orzu qilishadi. Bo'lganmi shunaqa? Albatta, yoshligimda orzu qilganman, men ham to'g'risi aktrisa aytganingizdek bo'lishni. Endi lekin to'g'risini aytaman, bolaligimda birinchi marta o'zimizning qishlog'imizdan to'yimdan keyin chiqqanman. Poytaxtga birinchi marta to'yimizdan keyin kelganman. Shu xo'jayinim bilan birga ko'chib kelganmiz. O'sha payti, u payti endi hatto o'qishga, universitetga yuborish ham bo'lmagan. Bo'lgan yoshligimda xuddi shunaqa kelgan. Shu yoshlikdagi orzumni, kasbim, faoliyatim davomida imkoniyat bo'ldi deguncha intervyu berardim har doim. Kelgan xo'jayinimga ham aytardim, birga intervyu beraylik, intervyu bering sizdan desam. Bular har doim yo'dirdi, qachon o'zimni ko'nglimdagi narsani qilsam, qachon nimadirni qoyillatsam, o'shanda beraman deb. Demak, Qoyillatildi. Yo'q, bugun meni iltimosim. Qoyillatildi. Hali qoyillatishga ulgurmadik, endi harakatdamiz. Xo'p, mana bunyodagi ayting, necha milliard bor? Milliardermisiz? Endi hali buxgalterlardan so'rashing. Yo, o'zi hisobini bilmasligingiz o'zi yaxshi. demak bor, milliardlar. Milliardlar, yo, masalan, millioner, milliarder degan nom bo'ladi-yu, baribir shu ma'noda so'rayapman. Milliardermisiz? Harakat. Eng katta boyliklari Dinara baribir. Shunaqami? Eng katta boylik. Biznesmenlar oilasi turfirma orqali faoliyat yuritishadi va hozir bizga yana bir sovg'a berishmoqchi. Yangi biznes boshladi. Yangi biznes, bu o'zi qanaqa desam, yoshligimizdan mana shu sohadamiz o'zi, bu boshqa soha, oilaviy soha desa ham bo'ladi. Hozir shu paytgacha brend sifatida emas, va bu
Yunusobod, Chorsu shu bozorlarga optim tarqatilgan guruch. Endi shuni brend qilib biza nima qilyapmiz? Harakat qilyapmiz u sizlarga. Endi shu sizlar siz sovg'a olishni yaxshi ko'ramiz. Xorazm guruch. Xorazm guruchi. Xorazm Men guruch. Xorazm oshini yaxshi ko'raman. Xorazm Mazali guruchi, bo'ladi. o'zi Xorazm guruchi dunyoga mashhur, lekin uni mana bunaqa ko'rinishda tatbiq qilishimiz turistlarni ham jalb qiladi. Albatta. Yevroziya orqali turistlarni olib kelib turib, Xorazm guruchi bilan jo'natib yuboramiz. Katta rahmat, bizga mana shunday guruch hadya qilinyapti. Biz esa ulardan minnatdormiz. Rahmat. Xudo xolasa osh qilib chaqirasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Albatta. Mehmon kutish yaxshi ko'ramiz. Xo'p, mana sayohat sevarlar mehmonga kelishibdi. Parij sevishganlar shahri ekanmi? Borganmisizlar? Albatta, Parijga Yevropa borganmiz. davlatlariga biznes safari yuzasidan juda ko'p boramiz. Bitta davlatda bo'ladigan bo'lsa, bitta viza olganimizdan keyin, Schengen olganimizdan keyin qolgan yana 4-5 ta davlatini ko'rib qaytishga harakat qilamiz. Oldinlari yangi turmush qurgan paytimiz xo'jayinim Vitskalarga borsa, faqat bitta o'zi borgan payti Vitskaga boradi, o'shandan qaytib kelganlar-da. Keyin bolalar katta bo'lib ikkalamiz birga ishlash boshlagandan keyin sen bilan kelish yaxshi deydi. Vitskadan keyin majburlayman dey. Charchagan bo'lsak ham yuring, aylanaylik, ko'raylik. Mayli bitta Germaniyaga kelgan bo'lsak ham Fransiyani ham Ispaniyani ham ko'rib qaytaveraylik, yana qachon kelamiz deb shunaqa borishga harakat qilamiz. O, zo'r narsa. Mazza o'zi turmush o'rtoq, ya'ni ikkita odam bitta tur firmada ishlasa, faqat mazza qilib sayohat qilib yurishsa kerak deb o'ylashadi. Da o'zi shunaqa deb o'ylashadi. O'zi shunaqami? Biz ko'pincha sayohatga emas, o'zi ish bilan ketamiz. Chunki bizning ishimiz sayohat bilan bog'liq bo'lgandan keyin festivалlarga yo biznes safariga borsak, sinfdoshlar, o'rtoqlar hammasi dam olishlar yaxshi o'tyaptimi deb yozadi-da. Dam olishda emas, men ish bilan bordim deb ularga tushuntira olmaysiz. Ha, yaxshi ketyapti deb qo'yaverasiz shunaqa. Kursdosh bo'lgansizlar? Kursdoshlar yana. Eng zo'r litseyda, voy, litseyda juda kichkina bo'lishadi-ku bolalar. Maktab payti bu. Xo'sh, qani bizga aytib bering, kim birinchi boshladi hammasini? Birinchi men emas deydi. Ya hazil albatta. Birinchi endi albatta 3 yil davomida biz o'qiganmiz. O'qish davomida endi men shu paytda vashi isib ketolmadim. Yechib qo'ying. Vashi terlab isib ketolmadim. bo'ladi. Mikrofoningizni qo'yningizga taqib olingmi? Sevgi haqida mavzu Sevgi ochilgan haqida- isbam ketdi. Sevgi qizdirib yubordi. O'zi yo'q, yolg'on gapirsangiz isib ketsangiz kerak. Bunaqa emasmi? Voy, milliardlarni gapirib qo'ydingiz, o'shanga sal. Yomon joyda. Boshida. Olib qo'ysa, Shaq qo'yib qo'yamiz. Mana shunaqa ishimiz oson emas, davom etamiz. Hop, siz bir chekkada turuvdingiz. Siz to'xtab turing, kelib borami? Turuvdingiz, qo'lingizda portfel. Ayb menda emas dedilar-ku. Yo'q, biz o'zi litseyda kursdosh bo'lganmiz. 3 yil bitta guruhda o'qiganmiz. Lekin 3 yil davomida shu oddiy kursdosh sifatida gaplashganmiz. Chunki aniq bir plan, reja bor edi menda. Shu 3 yil tayyorlanaman, institutga o'qishga kiraman. Keyin shu reja bor edi, institutga kiraman. Institutga kirgandan keyin men bu u temalar boshladim, masalan, sevgi, muhabbat yo boshqa shunaqa. Shu 3 yil davomida faqat biz o'qish bilan band bo'lganmiz. To'g'risi, men ko'pchilikga aytsam kuladi, bunaqa bo'lishi mumkin emas deydi. 3 yil davomida shu o'qish davomida podkursga borgan paytda endi qizlar bilan ham o'tirasiz-ku. Shunda o'zimga o'zim va'da berib qo'ydim, qizlarga shunda ko'zim tushmaydi deb va'da berganman-da. Qachon institutga kiraman, shundan keyin yuziga qarayman qizlarni deb va'da berganman-da. Qaramasam demak institutga kiraman. Fokus faqat o'qishga qaratilgan bo'lgan. Shundan keyin nima deydi, institutga kirgandan keyin gaplashib boshlaganmiz to'g'risi. Ungacha aytmagansiz. Yo'q, ungacha aytilmagan. O'zi kollejga kirguningizgacha ham birinchi muhabbat bo'lmaganmi? Bo'lgan. Nari bilar ekanlar, ha? Birinchi muhabbat bo'lmagan. Bo'lgan. Nozima bor edi, Nozima. Teri chiqib Otini ham ketdi. bir topib qo'ydim. Boshqarganda qo'ydi deyman. Bo'lmagan.
Men esimda yo'q lekin. Endi u yoshlikda bir bolalikcha muhabbat bo'ladi endi. Sevgi deb ham aytish qiyin. Sevgi deb ham bo'lmaydi. Ha, shunaqa bolalarchada endi. Bolalarcha nimadir. Hop, Dinaraga nisbatan qachon tuyg'u paydo bo'ldi sizda? Shu o'qish davomida masalan xarakterini ko'rib, o'zini intilishini, tartibini shuni ko'rib, o'zim reja qilganman-da. Shunaqa bo'ladi. Insga kirgandan keyin aytgansiz. Insa kirgandan keyin aytganman. Ungacha siz sezmagansizmi? Manda tukuni telefon qilgan, endi kursdosh sifatida kelgan telefon qilyapti. Yaxshimisan, yaxshi, insga kirdingmi? Ha, kirdim. Sanchi, men ham kirdim. Nima bilan? Kontrakt kirdim dedim. Men grant bilan kirdim. Birinchi o'sha mandat kuni 13-avgust edi o'sha kuni. Keyin telefon qilib, o'qishga kirganini aytib, keyin o'sha gapni aytgan. Yaxshi ko'rishlarini. Telefonda aytganmilar. Voy, institutga kirgan kuningiz. Ha, kirgan. Esda qolsin. Sizlar kelishib borganmisizlar bitta institutga? Yo'q. Yo, boshqa institutga topshirganmiz. Litseyda bitta litseyda. Bular Toshkentda o'qigan, jahon tillarida, men Xorazmda o'qiganman. Menga poytaxtga ruxsat berishmagan uydagilar. Yo'q, qiz bola, shu yerda Xorazmda o'qisa ham bo'ladi deb ruxsat berishmagan uydagilar. Bular Toshkentga jahon tillariga kirgan byudjetga. O, qaysi yo'nal, qaysi til? Ingliz tili, xorijiy filologiya. Yaxshi. Sevgi izhori mandat kuni. Mandat kuni mana Zo'r. hammasiga mandat aybdor. Reja bo'yicha hamma ishni qilar ekanlar va bajaradi. O'qishga ham kirgan ekanlar, oilaga ham kirgan ekanlar o'sha kuni. Ha? Евразия Travels ofisiga keldik va hozir Dinaraning ish jarayoni bilan tanishamiz. Dinaraga telefon qilganimizda men allaqachon ofisdaman dedilar va biz hozir 4-qavatga ko'tarilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum, marhamat. Keling. Kirishingiz mumkin. Dinara, yaxshimisiz? Keldik. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Bu sizni ofisi. Qani tanishtiringchi? Va alaykum assalom, ishchilar ham bor ekan. Assalomu alaykum. Voy. Eng katta boss shu yerda ekanlar-ku, biz bilmabmiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Xo'p, ofisga har doim yaxshi kayfiyatda kelasizlarmi? Har doim birga kirib kelasizlarmi? Jadval qanaqa o'zi? Endi aniq jadval yo'q, ko'pincha tabiatdan keyin kelamiz. Aha. Tabiatgacha o'zimiz ishlar bor. Yaxshi. Qattiqqo'l boshliqlarga o'xshab qo'lingizni stolga taq qilib urib, nimalarnidir talab qiladigan paytlaringiz bo'ladimi yoki yo'qmi? Yo'q, Bunaqasi yo'q. O'zi joyingiz qaysi sizni? Bu yerda Oq kreslo Dinaraniki ekan. Xo'p. O'tiring, gapirib berasiz. Xo'p. O'zi biz ayollar doim ofisda ishlagan paytimizda baland poshnalarda yuramiz. Hozir bitta narsani ko'rib qoldim. Tapchika siznikimi? Tapchikani ko'rsating. Ishdan ko'chadan kelishingiz bilan almashtirib, qulay kiyib chiqib ketasiz. albatta yaqinlarim ham aytadi, sen kuni bilan ertalab chiqib ketgan oyoq kiyimingda yurasan, oyoqlaring og'rib ketmaydimi? Deb, yo'q, mana bunaqa ofitsiant uchrashuvlar bo'lib qoladi. O'sha paytda har doim poshnali narsada, bilasizmi, boshqa ayollarni bilmadim, men qanaqadir o'zimga ishongandek his qilaman. Qanaqadir bir boshqacha energiya beradi poshnada yurishim. Keyin charchagan paytim ofisda almashtirib olaman darrov. Yaxshi. O'zi er va xotinni bitta joyda ishlashni qanaqa bitta zo'r plus tomoni bor? Zo'r plus tomonimi? Bitta narsa hech kim rad qila olmaydigan baraka. Baraka. Ikkinchi hech kim rad qila olmaydigan narsa aldov yo'q. Uchinchi hech kim rad qila olmaydigan narsa siz kimdan o'zlariga o'ynasa ham baribir siz yutuqdasiz. Aha. Kim o'zlariga ishlayapti. Hammasi oilaviy byudjetga kelib tushadi. Yaxshi, zo'r. Eng zo'r pul to'lagan turist. Eng zo'r pul to'lagan, u paytda men student edim, Gitpopda ishlardim. Shunda Angliyadan 4 ta turist kelgan. O'shalar eng ko'p pul to'lagan. Qanchalikni ayta olasiz? Shu paytda hisoblaganda shu bir 2 yillik stipendiya berilardi.
ikki yillik stipendiyani bittada to'lab ketgan. Nimalar haqida gapirib bergansiz? Nima deb qorar qoldirgansiz ularni? Endi ular o'zini aytishi bo'yicha lordlar oilasidan bo'lgan. Shuning uchun juda VIP nima bo'lgan, turist bo'lgan и o'g'li bo'lgan. O'g'lini yoshi deyarli bilan bir xil bo'lgan. Keyin shu 10 kun davomida shu butun O'zbekiston bo'yicha aylangan bo'lsak, deyarli tarix haqida gaplashmaganmiz. Buni shu siyosiy hayot, bu yoqdagi hayot solishtirib, keyin juda zo'r o'rtoq bo'lib ketganmiz. Shu oxirida xullas men o'zim kutmaganman, shu konvertda bu senga deb bergan, ki uyga borib ochib sanab ko'rsam, shunaqa summa chiqqan. Hozir shunaqasi bo'ladimi? Turist bilan urushib qolgan paytingiz, bir narsani tushuntirishingiz qiyin bo'lgan holat. Yo'q desam yolg'on bo'ladi, unaqa payt bo'lib turadi, lekin juda ham kamdan kam holatda. Mana hozir aytadigan bo'lsak, Bunyod akam faqat ofis emaillar orqali ish qiladilar, men servisga qarayman. Servisda paytman endi yuzma-yuz uchrashaman turistlar bilan, unaqa hodisalar bo'lib turadi, lekin imkon qadar uni 100% o'tkinchi ekanligini bilaman. Ballarni olasizmi? Bolalarni men hozir borib olaman. Shu ketmasa borib ketaman. Boradigan yo'llarim bor. Yaxshi. Keyin uyda uchrashamiz. Uyda ko'rishamiz. Yaxshi. Mayli bo'lmasam. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Biz yana ozgina gaplashamiz. Rahmat. Asosiy xo'jayin ketdilar. Hammani ko'ngli xotirjam bo'lsa kerak endi. Rahbar ketdi, xodimlar yengil nafas oladi. Mana bu yerda eng asosiy qahramonlar ko'rib turibmiz. Farzandlar. Har doim rasmlarni o'zimiz bilan olib yuramiz. Yon cho'ntaklarimizda ham bo'ladi har doim. Shunaqa tez sog'inib qolasiz. Endi ko'pincha safarda bo'lganimiz uchun shunaqa rasmlarni hamma joyda saqlashga harakat qilamiz. Energiya beradi. Yaxshi. Bu yerda esa haqiqiy muzey. Ko'rsak bo'ladi, qani tanishtiring. Darvoqe, Dinar, men bilishimga qaraganda, siz ichki turizmni rivojlantirishni yaxshi ko'radigan va mana shu sohada o'zini bilimini oshirmoqchi bo'lganlar uchun dars ham berasiz. Albatta, shunaqa. Shu haqda to'xtalib o'tsangiz. Mana o'zi yaqin tanishlarimizdan boshlangan, ya'ni kastingni o'rgat, nimadan boshlaysan, nima qilish kerak, yoningga shogirdlikka ol deb. Keyin shu qanaqadir bir kun keldi, o'zimga maqsad qildim. Endi balkida tayyordirman dars berishga deb. Endi kompaniyamiz ochilganiga mana 11 yil bo'ldi. Keyin niyat qildimda kursni planlarini yozib chiqdim. Men agarda kurs qiladigan bo'lsam, nimalarni o'rgatishim mumkin deb nimalarni o'rgatasiz? Shuni ayting. Hozir sizni ko'rib o'tirgan va turizm sohasida ishlamoqchi bo'lgan qizlar, yigitlar nimalarni o'rganishadi? Oddiy til bilan tushuntirib bering. Oddiy til bilan aytganda, to'g'ri aytdingiz, o'sha dehqonchasiga tushuntiraman. Ya'ni darslarni ham shuning uchun o'zim o'taman. Ya'ni shunchaki bir ofisdagi xodimlarga emas, kerak bo'lsa xodimlar men bilan baravar ishlaydi, u ishni qilganda mendan yaxshi qiladiganlar bor. Lekin shu o'zim nimagaki o'tgan 10 yil bor, undan orttirilgan tajriba bor. Shuni nima o'rgatish uchun o'zim o'tishga harakat qilaman va faqat o'zim o'tganman darslarni. Shu turizmni noldan boshlab, umuman boshqa sohadan kelgan inson bo'lsa ham, yoki boshqa sohada o'qigan yoki umuman o'qimagan insonlar bo'lsa ham, o'shalarga turizm sohasini mana 2023-yil tashkil qilganman, travel coach. Turizm kursini tashkillashtirib o'ylamagandim. Birinchi kursni o'zidan mana Cambridge universitetida o'taman, darslarimni zal to'lgandek. Birinchi potokni o'zidan Allohga shukr, mana shu paytgacha 10 ta potok qildim. Oxirgisi martda tugadi. Etap ularni o'sha inbound turizmga, ya'ni tashqaridan turistlarni olib kelish sir sinoatlarini bo'lishni qadamma-qadam olib boryapman. Qancha muddat davom etadi o'qish jarayoni? O'qish jarayoni unda 1 oy davom etadi. Narxi qanaqa? Narxi agar mumkin bo'lsa yoki-da telefon raqamlarini beraylik, murojaat qilishsin. Shaxsiy konsultatsiya o'tib berasiz. Keyin mana siz bilan bir yangilikni bo'lishsam bo'ladi. Bu hali travel coach tarixida bo'lmagan. Ya'niki men shu paytgacha inbound turizmni o'rgatib kelgan bo'lsam, so'nggi 3 yil davomida sezonda gid yetishmovchiligi sababli o'z mutaxassisligim gid bo'lib ishladim. Kuzgi sezonda ham, bahorgi sezonda, mana qishki sezon ham yaxshi bo'lib turibdi. Allohga shukr, turizm juda ham rivojlanib ketyapti O'zbekistonda. Ya'ni turistlarning kelish oqimi yil sayin ko'tarilyapti. Keyin niyat qildim, ya'ni endi gid kursini. Mana shu juda qiziq. Albatta, nimagaki bizda bilasizmi, O'zbekistonda 30 yoshdan
kichkina bo'lgan yoshlarni deyarli hammasi 90% ingliz tilida kami. Ingliz tilida gaplashishni biladi. To'g'ri. Nemis, fransuz, xitoy, koreys tillarini-ku men aytmasam ham bo'ladi. Turk tillari. Deyarli hamma yoshlar til biladi. Lekin mana o'zimni tengdoshlarim va kuzatuvim asosida bitta gap aytaman. Ingliz tilini o'rganyapti, xorijiy filologiyani tugatyapti, faqat o'qituvchi, ya'ni o'qituvchi bo'lib yoki repetitorlik qilyapti yoki o'quv markazlarida ishlayapti. Yo'q, nimaga? O'qituvchilar menimcha yetadi bizlarga, professional o'qituvchilar yetadi bizlarga. Endi shunaqa ish qilish kerak. Nafaqat sizga katta daromad, balki siz orqangizdan O'zbekistonga ham katta daromad kirish kerak-da. Gidlik nimasini men hammaga tavsiya qilaman. Aytmasam ham bilishadi, daromadli ish. Allohga shukr, kunlik to'lanadi. Shu nimada ishlab kelyapman hozirda. Bahor, kuz oylarida gid bo'lib ishlayman. Allohga shukr, Yevropa turistlar bilan, Amerikadan kelayotgan turistlar bilan, Aziya davlatlaridan kelayotgan turistlar bilan hammasi bilan shunaqa praktika qilyapman. Даже charchab qolgan paytlarim og'a aytadi, "Bo'ldi, charchading, to'xtat" deydi. Yo'q, men boshqa maqsad yuribman. Faqat tajriba yig'dim. Ularga qanaqa muomala qilish kerak, ular qanaqa muomalani yaxshi ko'radi, ularga turni qachon boshlab, qachon tugatgan yaxshi, qanaqa joylar ularga qiziq, menyular, ovqatlari qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa restoranlar yaxshi ko'radi. Hammasini o'zim tajribamdan o'tkazib, mana shu yil iyun oyining 1-sidan gidlik kursimni birinchi patok ochilyapti inshaalloh, xudo xolasa. Gidlikni qanaqa umuman hali O'zbekiston tarixida kuzatilmagan tartibda shundoq qo'lidan ushlab, o'zim bilan nimadan viloyatlarga olib borib, har bir monumentga olib borib, ichiga kirgizib, har bir eksponatni tushuntirib, o'shanaqa qilib tushuntirib o'rgatmoqchiman, to'g'risi. Zo'r. Taklif qilamiz hammani. Eng zo'r davrlar baribir kuch-quvvatga to'la, g'ayrat, energiya, sevgi jo'sh urgan, lekin cho'ntakda hech narsa yo'q payti, to'g'rimi? Lekin orzular olam bo'ladi. Masofalar bor. Qayerlarda bo'lgan uchrashuvlar? Masalan, siz aytganimiz o'shanda yo'q, biz kursdoshmiz siz bilan. Keyin bularning xarakteri haqiqatda yuqorida aytganlaridek, xorijiy filologiya bo'lgani uchun litseyda ham faqat qizlar bo'lganda, 30 ta bo'lsak, shundan 4 tasi o'g'il bola, qolgan hammasi qiz bola bo'lgan. Ularning ichida bular xarakteri haqiqatda gapirmaydi, hech kimga aralashmaydi. Sinfga keladi, hamma bilan salomlashadi, bo'ldi. Oxirgi partiyaga o'tib o'tiradi, kitobni ochadi, o'qib o'tiradi. Faqat o'shanaqa xarakter edi. Keyin o'sha yaxshi ko'rishlarini aytgandan keyin kursdagi qizlarga aytsam, bo'lmagan gap. Bunyod shunaqa gap aytadi. Bo'lmagan gap ishonchimayapti. Kecham unaqa deyishiga ishonmayman deb uyalcham bola, unaqa gap aytishni ular kutmagandi. Yo'q, rosa shunaqa. Siz ham ular kabi o'ylagandirsiz, sizga ham неожиданный narsa bo'lgandir. To'g'ri. Keyin nimaga endi birdan bunaqa deyapsan desam, yo'q, birdan emas. Men anchadan beri o'sha ko'nglimda bor eding, lekin o'sha men qachon o'qishga kiraman, qachon o'zim uchun uddalayman, biron narsani keyin aytaman deb qo'ygandim deb shunaqa deganlar. Ham sansiragansiz. Kurslashaganmizda. O'zi Xorazmda sansirashadi shekilli. Da, sansirash bu normal. Sansirash hurmat ma'nosida ham o'ziga yaqin odamni sansiraydi. Begona sirasa siz deb o'zim hozir ham sansiraysizmi? Yo'q. Hozir sansiraysiz. Sevgingiz rad etilishdan qo'rqmaganmisiz? Nima deydi? Qanaqa o'ylashi mumkin? Yo'q. Buni o'ylab ko'rmagan ekanman. To'g'risi, undan qo'rqmaganman, chunki unaqa deb o'ylamaganman. Chunki уже bizda bir-birimizni tanirdik. Ozgina bo'lsa ham kursdosh sifatida yaqinlik bor edi. Gipnoz qilib borganman 3 yil davomida. Tayyorlab, yaxshi gapirib, abid berishga olib bergan ekanlar. Undan oldingi sevgilaringiz rad etilganmidi? Yo'q. Chunki bundan oldin hech sevgi sor qilinmagan. Oxirigacha shu pozitsiyada turadilar lekin. Xo'p, love story qancha bo'lgan keyin to'ygacha? Nechinchi kurs? Hozir pirojka deganingizdek birinchi uchrashuvimizda somsaxonaga borgan. Ana gazli somsa emasmi? Gazda ko'chada. 3 burchak bo'ldi. Shunaqa somsami? Ism bo'lardi donasi. 4 ta yesam to'yardim. Hozir ham eslayman desa, bundoq bir ko'ngliga yoqay, shu narsalar bilan birozgina aldaydi, bir chiroyli restoranlarga ham bormagansiz deyman deb. To'g'ri, somsa.
Qayerda? Toshkentda bo'lganmi? Zato Xorazmdami? yurakdan bo'lgan, Xorazmda. Zato yurakdan bo'lgan u somsa. Yo'q, Hozir qara- sizni sushilarga to'ldirib tashlashlari mumkin. O'zlari maza qilib yeganlar haqiqatda somsa. Lekin o'sha davr O'sha somsa baribir qadrli. O'zi mana qarangda 1100 kilometr deyshadi-ku. Toshkent bilan Xorazm Alisher uchib Fayz. kelganlarda xursand bo'lib. To'g'rimi? Ana kanikullarda kelardilar. Qishki yangi yilga kanikul, keyin yozdagi kanikullarda bir hafta 10 kunga kelardilar o'sha payti. Bir kuni esimdan chiqmaydi. Boryapman Xorazmga dedi, endi xursandman ko'rishamiz. Keyin qayerga keldingiz ham? Navoiyga keldim deydi. Men bilmayman-da, Xorazmdan keyin qayer keladi, Navoiy qayerda? Balkim Yevropadir nariroqda. Necha kilometrligini bilmayman-ku. Keyin uchrashuvga tayyorlanib chiqibman deb hozir xuddi bir soatdan keyin keladi. Ertasi kuni kelgan. Wow. O'zi sizni bir qattiq qo'l ushlashgan ekanda, hech qayerga ruxsat bermasdan. Hattoki o'sha Toshkentga ham o'qishga yuborishmagan mana. Lekin siz Xorazmning o'zida hammasini hal qilgansiz. Sovchi bo'lib kelishgan uydagilar. To'g'risini aytaman, boshida dadam qarshi bo'lganlar. Qarshi bo'lganlarining sababi sen eplolmaysan, qishloq joyda hammani uyida nima bo'ladi baribir. Qishloq xo'jalik ishlari, masalan, aytaylik, огород tashlash bo'lmasam, sigir nima boqiladi, sen yaxshi kelin bo'lolmaysan baribir deb o'sha jihatdan qarshi bo'lganda. Bularning sharoitlari boshqacharoqmidi? Sizlarning uyda unaqa narsa bo'lmagan. Bizning uyda unaqa narsa bo'lmagan. O'zi shaharda yashagan. Men Urganchdan, bular Shovotdan, Shovot tumanidan. Orasi 30 kilometr taxminan. Keyin men aytganman, yo'q, baribir biz qolmaymiz, baribir biz Toshkentga ketamiz. Qayerdan bilasan? Ketishingni. Biz niyat qilardik, plan qilardik, katta-katta narsalarni o'ylardik, orzu qilardik o'sha payti. Yo'q, rostdan shaharga nimaga poytaxtga ketamiz deb, yo'q, u bo'ladigan gap emas, u og'izda bo'laveradi u narsa. Keyin sovchi bo'lib kelishganida dadam shart qo'ygan, mayli baribir men 4-kursni bitkazgunimcha na sizga na boshqa birovga beraman, lekin bitta shart, institutni tugatgunlaricha agar mayli poytaxtdan uy olsangiz, mayli beraman qizimni deb o'shani qilib shart qo'ygan dadam. Keyin uy olganlar. Institut bitirish bilan uy olgansiz Toshkentdan. Da, u paytda git bo'lib ishlardi, yaxshi topardim. Gitlar o'zi yaxshi topadi. Til bilgan yaxshi deyman. Kim ko'proq pulni yaxshi ko'radi? Kim asabiylashsa ko'pirtirib gapiradi? Kimning keraksiz xarajatlari ko'p? Kim aybni o'zi qilib, keyin hammasini shaytonga ag'daradi? Kimning kaprizlari ko'proq? Kim uyqusida baqiradi? Baqiradiganlar bor ekan. Kim shoshqaloq? Kim yolg'on gapirishni eplolmaydi? Kim ko'proq mashhur bo'lishni istaydi? Kim telefonsiz hayotni tasavvur qila olmaydi? Kim ko'proq men aytgandim-ku deydi? Kim umuman sir saqlay olmaydi? Kim ko'proq diyetadaman deb hamma ovqatni yeb qo'yadi? Kim ko'proq parollarni unutib qo'yadi? Kimni qaror qabul qilishi qiyin? Sizni sohangizni tez tushunib ketganmilar? Oson o'rganganmilar yoki aksinchami? Deylik, uyda qanaqadir kelishmovchilik bo'ladi-ku, ba'zida er-xotin o'rtasida ishga ko'chganmi u narsa? To'g'risini aytsam, shu paytgacha ham uyda bizda boshqacha
munosabat bo'ladi, ishonaga borganda boshqacha munosabat bo'ladi. Uyda masalan, men nimadir deb aytsam, unga munosabat bildirish mumkin, boshqa diskussiya qilish mumkindir. Lekin ishda o'sha men aytgan qarorlar ko'pincha muhokama qilinmaydi. Shu ikkita odamdan iborat jamoa bo'lsa ham bittasi lider bo'lishi kerak-ku. Shuning uchun shunga o'xshab ishda bular bilan muammo bo'lmagan. Tez o'rganib ketganlar. Ishda yaxshi xo'jayinmilar, uyda yaxshi xo'jayinmilar? Nimada ishxonada to'g'risini aytaman, juda ham seriozniy, juda ham qattiqqo'l. Keyin ba'zan aytaman, ba'zi bir kruglarga kirib qolsak, birinchi marta ko'rishayotgan bo'lsak ham jiddiy o'tiradilar-da. Bular menga har doim aytadi, juda ham ko'p tirjayasan. To'g'ri yer deydi-da. Keyin men aytaman, ba'zan deyman, men sizni qo'polligingizni yashirish uchun ham 2 marta ko'p tirjayman. Birinchi masalan suhbatimiz shunaqa jiddiy o'tiradi-da, keyin u odamga noqulay bo'lishi mumkin-da. Bunday bir ozgina ochilib o'tiring deyman. Keyin ishxonada juda ham qattiq qoladi. Juda ham ayamaydilar kuni kelganda. Kim chidab yashayotgandan keyin shun bilan deb qo'yasizmi? Yo'q, ishxonadagilar menga aytadi, qanaqa chidab yashaysiz deb. Yo'q, uyda unaqa emaslar deyman. Lekin juda ham qattiq qoladi ishxonada to'g'risi. Xo'p, o'ziga 3 ta farzandlari bor. Kattalari necha yosh? 2013-yil to'yimiz bo'ldi, 14-yil qizimiz tug'ildi, Billura. Billura? Billura. O'sha paytda ikkalamiz ham eng yaxshi ko'rgan qo'shig'imiz bo'lgan Billura. Studentlik paytimiz men o'shani eshitib dars qilardim deb, bular ham shuni eshitib dars qilgan ekanda. Siz insta qo'ygan paytimiz boshqa joydamiz-ku. Lekin ikkalamiz ham shu qo'shiqni yaxshi ko'rgan ekanmiz. Keyin Billura deb qo'yganmiz ismini. Keyin 2016da Bilolbek tug'ildi. Keyin 2018da Muhammad tug'ildi. Masalan, erkak kishini boshida baribir pulsizlik ham, pulli davr ham bordi. Mana ko'rdingiz-ku hammasini. Baribir endi moddiy jihatdan hamma narsa to'la to'kis bo'lsa, ayollar ham o'zlarini bir baxtli his qilishadi, to'g'rimi? Qimmat tuflilar xarid qilishlari mumkin bo'ladi yoki qanaqadir tilla taqinchoqlar. Umuman olganda muvaffaqiyat sizni qanchalik o'zgartirgan ayol sifatida? Har doim bitta gapni aytadilar, yaqinda ham aytdilar. Mana necha yildan beri turmush qurgan bo'lsak, tez-tez aytadilar u gapni. Yaxshi ham dedi, sen boshqa ayollarga o'xshab dedi, tillaga, pasida yig'ishga qiziqaysan. Dedi. Qarasam, o'ylab qarasam, haqiqatda faqat o'sha to'yimda qilingan tillalar, ularni ham ishlatmayman nimagadir. Bilmayman. Oddiylik yaxshi emas. Keyin hali aytganlaridek, uyda ham o'sha mehmonlar uchun zalga bularni tashabbusi bilan posуда olganmiz. Bo'ldi, unaqa narsalarga haqiqatdan nima qilmayman. Demak, u qadar masalan pul sizni bir ayol sifatida o'zgartirmagan. Allohga shukr, yo'q. Bu zo'r narsa. O'zi turmush o'rtog'ingiz ham masalan avval o'zi turmushgacha bo'lgan davrda ham bir qanaqadir yomon yurgan, ichib chakib yurgan, unaqa bola bo'lmagan ekanlar-da. Yaxshi bola bo'lgan ekanlar. Bir-birlarini avvaldan taniganlari bu foyda bergan ham. Men o'zi bilinadi, baribir masalan to'g'ri maqsadda, to'g'ri katta bo'lgan oilani bolasi baribir seziladi. To'g'ri. Men bularda bir narsani sezganman, kelajakda nimani xohlasam, qayerga boraman, nimani olaman desam, menga qanaqadir to'siq qo'yadigan inson emas edi. Shunaqa edi. Erkinlikni shunchaki qo'limga beradigan inson bo'lib ko'ringanlar. Hozir hayotda haqiqatda shunaqalar. Va ba'zan aytadilar, men hatto deydi, senga ishonganimdek, даже men o'zimga o'zim ishonmayman dedi. Senga ishonaman lekin. Eskilardan bor deb, o'shancha o'zlariga sal ishonmay turadilar. Erkak kishini turmush o'rtog'iga ishonch bildirishi zo'r narsa. Masalan, ba'zi erkaklarda ham ko'ramiz, ayolning telefonini tekshirib turishadi, kontrol qilib turishadi. Endi to'g'ri, erkak kishi baribir rashk qilish kerak, lekin u ishonchsizlik nuqtai nazaridan tekshiradi-da telefonini. Bu dahshat bu. Tasavvur qiling, qo'rqib yashayapsiz. Ayolingiz xiyonat qilib qo'yishi mumkin degan nazariyada. Bu dahshat. Endi erkakniki endi ozgina sho'xlik endi, kechirim deganda. Qanchalik ishonasiz? Sizga ishonganliklaricha ishona olasizmi?
Erkak telefon tekshirmasa ham bo'laveradi deysiz. Endi tekshirish yaxshi emas erkakni telefon. U yerda har xil ish hamkasblar bor. Ish bo'yicha. Ish bo'yicha. O'zi Hozir savolga javob bersinlar. Endi hozir aytganingizdek unaqa idealniy desam nima bu aldab bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri, qani. Lekin men u gapim bilan nima demoqchi emasman. Oilada hali aytganingizdek har xil vaziyat bo'lib qoladi. Aytasiz, mana eskidan qolgan deysiz, yo bo'lmasa erkakchilikda bo'lib turadi deyishingiz mumkin. Hamma oilada bo'lgan, bunda bizda ham bo'lib o'tgan, lekin men aytgan bo'lardim, bu o'tkinchi narsa. Albatta kechirimli bo'lish kerak. Imkon berish kerak. Balkida bu sizni kelajagingiz uchun katta turtki bo'lishi mumkin. Qanaqa ma'noda? Menga ham shunaqa vaziyatlar turtki bo'lgan to'g'risi. Demak, siz ishonganingizchalik ishonmasa kelar sizga. Men hozir so'radim-ku. demak siz xiyonatni kechira olasiz. Albatta. Meni tanimaydigan insonga meni qanday ta'riflab berasan? Begonalar oldida qo'pol ko'rinishi mumkin, o'zi lekin juda ham hazilkash insondir. Agar meni yo'qotib qo'ysangiz, magazinni qaysi bo'limidan qidirgan bo'lardingiz? Oyoq kiyimlar bo'limida. Onalar bermagan mehrni berishi mumkinmi? Mumkin. Hayotdagi eng to'g'ri qaroring qaysi bo'lgan? Eng to'g'ri qarorim albatta sizni tanlaganim bo'lsa kerak. Yaxshi. Arizlash bo'yicha chempionat o'tkazilsa, nechinchi o'rinni olaman? Oliy o'rin. To'g'ri. Menga bildirmasdan meni tekshirib turasanmi? Oldin bo'lardi, hozir yo'q. Azoblash xizmatiga meni ishga taklif qilishsa, kim bo'lib ishlaganim yaxshi? Bosh menejer. Yaxshi. Ba'zida aktyorlik qilib turamanmi? Albatta. Albatta yo'qmi? Albatta qilib turasan. Dugonalaring bilan meni muhokama qilib turasanmi? Albatta. Qiziq savol. Men bilan shopping qilish yaxshimi yo azobmi? Azob. Sababi magazinga boramiz. Shu birinchi kirgan magazindan olishim kerak, ketishimiz kerak yo'q. Undan ko'ra bittasi bo'ylangan yaxshi. Meni ko'proq yaxshi ko'rasizmi yoki o'zingiznimi? Sani. Rahmat. Kengiz, bermoq, jon bermoq deydilar. Qaysi biri yaxshi, erni berganmi, jonni berganmi? Oldini jon bermoq edi, hozir. Lekin savolga uncha tushunmadim. Kengiz. Kursimizda eng chiroyli qiz kim edi? To'g'risini ayting. Starsda. Bu gapga qo'shilaman. Rostdan hammamizdan chiroyli edi. O'zim starsaman. Qachon shaxsiy samolyot sotib olamiz? Xudo xolasa, taxminan 15 yildan keyin. Inshaalloh. Yaxshi. O'zi turmush o'rtog'ingiz sizni mana shunaqa ta'riflab turadilarmi? Chiroylisan, ayol kishiga bu juda ham muhim-ku. Albatta. Yo'q, men o'zim so'rab olaman. So'rab olasiz. Romantik emaslar, Men aytaman. Men unaqa narsani meni gulov bermasangiz yo sovg'a qilmasalar xafa bo'laman-da. Sovg'a yoki gul ko'tarib kelsangiz bo'ladi. Men yo'q, sovg'a berganda, gulov berganda olib beradilar. Endi qiz bola ayol kishi ko'proq xohlaydi-da. Iloji bo'lsa har kun gul kutadi. Keyin aytaman, partnyorlarga kelganda romantikligingiz oshib ketadi. Zabella kelsa. Ularga gul sovg'a patirga berganda nima? Hech xushingiz joyida turadi. Menga kelganda oddiy qishloq odam bo'lib qolasiz. O'zlarini nima qilmoqchi bo'ladi. Yo'q, lekin sovg'a salomda nimada yo'q romantiklik kelgan. Allohga shukr, qizim 12 yosh. SMS yozib o'tirar, SMSlarni ko'rib qolganman-da. Tez turing, onamga gul olib keling. Qayerdan? Keyin даже Instagramdan пересад qilib yuboradi. Mamda telefon nomeri. Adalariga. Billura. Shunaqa. Siz uni 12 yoshar qiz deb o'ylamaysiz. Mustaqillik bolalarda. 18 даже kuni kelganda men bilan baravar Katta odam. fikrlab qo'yadi. Katta odam fikrlaydi-da. Ayol kishini go'zal bo'lishi qanchalik muhim? Ayol kishining go'zal bo'lishi muhim albatta bu. Chunki
baribir ko'z go'zallikni yoqtiradi-ku. Shuning uchun yonimda olib yurmanda. Mana shu ishda bo'lgan paytlar bar nazorat qilib turasiz-a? Yo'q, Nazorat qilmaysiz. yo'q. Aha. O'zi rashk deyarli yo'q bo'lib ketgan, o'ytayotdan o'tgansizlar. Endi boshida bo'lgan. Endi men bu yangi turmush qurgan paytimizda rosa rashk qilishlar, telefon qilishlar, qayerdasiz, qachon kelasiz va hokazo shunaqa nimalar bo'lgan. Shunda meni bitta ustozim bor. Shunda viloyatda edik, ish bo'yicha guruh olib chiqib ketganmiz. Chunki biz bitta guruh bo'lsak, ketdik. U Qoraqalpog'istondan boshlanadi, Farg'onadan aylanib kelib yana Toshkentga tugaydi. Bir 12 kun, 13 kun ketadi bitta turda. Keyin bu har kun telefon qilaveradi. Qayerdasiz? Shunda sen tushuntiringki, har doim men bunaqa yurmayman. Ishim har doim bunaqa bo'lib turmaydi. Bizani katta orzularimiz bor. O'sha orzularni tushuntirib bergan. Boshidan oxirigacha. Masalan, nechta mashina bo'ladi, nechta uying bo'ladi, necha pul puling bo'ladi. Shular hammasini tushuntirib berganda, telefon qilgan payti, azizam, mana masalan, mana shu narsalarni men senga tushuntirdim. Orzuyimiz shunaqa bizlar. Shu narsaga erishishimiz kerak. O'sha narsaga erishishimiz yo'lida biz hozir mana bu yo'llarni bosib o'tishimiz kerak. Men hozir o'sha yo'lni boshidaman, yo o'rtasidaman, yo o'sha yo'lni qaysidir kilometrida yuribman. Agar sen menga telefon qilaversang, men $100,000 kontrakt qilishim kerak hozir partner bilan. Sen men asabimni buzasan, men kirib o'sha kontrakt qilolmay chiqaman. Keyin nima bo'ladi? Biz mana orzu qilgan narsalarimizga hech qachon erisha olmaymiz. Shuning uchun meni deylik 10 kun davomida bezovta qilmaganda va men senga keyin tushuntirib beraman hammasini deb. Xullas chiroyli qilib tushuntirib, o'sha siz nima orzu qilayotganingizni ayolingizga ham tushuntirib bersangiz, sizni ortiqcha bezovta qilish degan narsa bo'lmaydi. Hamma maqsadga birgalikda erishgansizlar. Eng katta olgan sovg'angiz nima eringizdan? Eng qimmati? Eng qimmatimi? Haligina uchrashar ekanmiz-ku, o'shanda ko'rsataman. Ularni birinchi bergan guli shuni gerbariya qilib saqlab qo'ygan. Quritib. Ya, men hozir uy joylarni, dacha, villalarni Qiziqmayman dedilar-ku, tilla brilliantga. aytasizmi deb o'ylayotgandim. Bildasda aytilyapti. Qarang qanaqa qadrli bo'lgan ekan. Somsani ham ozginasini olib qo'ymagan ekan. Eng katta sovg'angiz nima? Ha, eng katta birinchi marta bu jonkingiz tashlaysiz. Yo'q, ayturing. Baxtdan yig'layapsiz, pul ko'pligidan yig'layapsiz. Ne kesamiz, yaxshi emas, ayting. Meni birinchi marta Yevropaga olib ketayotganlarida, endi u ham ish bilan bo'lgan. Bu safar sen olib ketaman dedi keyin. Men olib ketsangiz necha pul chiqadi dedim, men uchun dedim. Keyin hisoblab berdim, mana shunaqa pul. Qarasam haydalgan bitta mashinani puli. Bo'lmasam o'sha mashinani menga olib bering dedim. Men qolaman dedim. Keyin mayli dedi. Keyingi safarida qolasan. Keyingi safarda o'sha mashinani senga olib berib, lekin bu safarida borasan dedi. Xo'p dedim, bordim. Endi borsam, hali aytganlaridek bitta aytadi-ku, akvariumdan tashqarini ko'rmagan baliq, o'sha akvarium butun dunyoni. Shunaqa. Siz Xorazmdan chiqmagan inson, ha? Keyin Yevropaga olib borgan. Boshqa hayotda-yu, boshqa dunyo. Odamlar boshqacha gaplarni gapiryapti. Keyin даже biz turizm vazirining uyida mehmon bo'lganmiz. Men o'sha paytni o'zidan o'zimga xulosa qilishni boshlaganman. Ha, yo'q, katta uy emas, o'ziga qulay uyda yashasa ham bo'lar ekan. Yo'q, faqatgina 500,000 odamli to'y emas, kichkinagina, masalan 5-6 ta o'zini yaqini bilan yaxshi kunni nishonlasa ham bo'ladi ekan degan tushunchalarni men o'sha paytdan o'sha olishni boshlaganman. Ular umuman mutlaqo boshqacha odam edi-da. Uchrashgan odamim bilan biznesdan tashqarida ovqatlanadigan bo'lsak, social, ijtimoiy hayotdan savol berishga harakat qilardim. Sizlarda qanaqa? Men bizlarda qanaqa? Bizda mana bunaqa, sizlarda qanaqa? Mana shu narsani
ko'p ularga savol berardim. O'sha eng katta sovg'alari o'sha meni chetga olib borib, o'sha dunyoni ko'rsatganlari. Mashinachi? Keyin olib berildim mashina. Ayting, villachi. Achachi, mashinachi. Keyingisi mashina bo'lgan. Albatta, mashina ham olib berganlar. Allohga shukr. Birinchi uy, men Toshkentga kelganimizdagi uyimizni pulini to'lab kelgan, qolgan yarmisini ikkalamiz ishlab to'laganmiz. Keyin o'zimizni chiroyli ko'nglimizdagidek chiroyli uyni olganimizda ham meni nomimga olganlar. Yaxshi. Sen nomingga olamiz deb har doim shu uy olsalar ham, mashina olsalar ham sen nomingga olamiz dedilar. Zo'r narsa bu ham. Allohga shukr. Ayol kishini xursand qiladi. Dinoraxon va Bunyod bizni kutishmoqda. Hozir mehmonga keldik, ketdik. Farzandlar bilan yaqindan tanishamiz va qanday yashashlari bilan yaqindan tanishamiz. Ketdik. 7-qavatda turishar ekan. Biz keldik. 7-qavat. Lekin nechinchi kvartira deb so'ramabmiz. Eshik ochiq. Demak, mana shu xonadon. Dinoraning uylarimi? Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hayotda boshqachasizlar, hayotda o'zgachasizlar. Dinora desa, boshqa odamlar kutib oldi, boshqa yerga tushib qoldikmi deb o'yladik. Qaysizlar? Rahmat. Qaysizlar? Bolalar yaxshimisizlar? Tanishamiz. Atingiz nima? Atingiz? Muhammadjon. Dadasini o'zi ekan Muhammadjon. Keling. Sizning ismingiz? Bilol. Buncha shirin bilan tanishganimizdan xursandmiz. Sizning ismingiz? Billura. Billura. Aytgandilar. Bular ikkalasining xarakteri ikki xil. U juda ham shu. Bu juda bosiq. Juda ham bosiq. Xo'p. Qaysi birlari sizga, qaysi birlari xo'jayiningizga o'xshaydilar xarakter bo'yicha? Xarakterda ham, keyin qiziqishlarida ham Biloldek menga o'xshaydi. Rasm chizishni juda ham yaxshi ko'radi. Rasm chizadi. Biloldek. Keyin jahllari tez. Yani xarakter butunlay Muhammadjon dadasiga o'xshaydi. Yaxshi. Nima bo'ldi? Nima? Qayerga borasiz? Ko'chga chiqmoqchimisiz? Ruxsat yo'qmi? Uyda xorazmcha gaplashamiz. Shu uchun ozgina qiynalyapti. Maktabda rus tilida gaplashadi. Ko'chada Toshkent shevasida. Yaxshi. Xo'p, kim she'r biladi? Bilasizmi she'r? Bilmaysizmi she'r? Ashulachi, ashula bilasizmi? Bilasizmi? Keling. Bugun nima bilasiz? Ashula bilasizmi? Nima bilmaysizmi? Nima bilasiz? Faqat futbol o'ynashni bilasiz. Ko'pirishasizmi shunaqa? 6 yildan beri joningizga tegdimi ukangiz? Voy, buni kim chizgan? Siz chizganmisiz? Bu bo'lajak rassom-ku. Qoyil lekin. Vau, mana buni qarang, qanaqa chiroyli. Yoqadimi sizga rasm chizish? Futboldan ko'proq yoqadimi yoki yo'qmi? Yo'q. Futbol ko'proq yoqadi? Ha. Zo'r. Kim 5 bahoga o'qiydi? Men. Kim 2 bahoga o'qiydi? Kim 3 bahoga o'qiydi? Kim 4 bahoga o'qiydi? Kim ko'p dars qiladi? Men. Kim dars qilishni yaxshi ko'rmaydi? Kim ko'p multfilm ko'radi? Kim kech uxlaydi? Men. Kim maktabga bormayman deydi? Men. Kim ovqat tayyorlansa yemayman deydi? Hozir kamerani o'chirib birinchi ovqatlanib olasiz. Voy, buncha chiroyli oshxonangiz. Xorazm milliy taomlar tuxumlari. Rahmat. Dinora, o'z qo'llarim bilan pishirdim desangiz ishonmayman sizga. Bilasizmi, uyga endi shunaqa
davr keldiki, xo'jayinimga iltimos qilganman, uyga yordamchi olsam bo'ladimi deganman. Keyin shunaqa paytga kelganda, endi ishlar ko'payib ketib, keyin xo'jayinim aytgan, qanaqa yordamchi olsang roziman, lekin hech qachon iltimos ovqatni, qozonni hech kimga topshirma degan. O'zing qilgan ovqatni yaxshi ko'raman. Mana kecha ham futbolga bordik. Bularning futboli soat 9da. 10da tugadi, uyga keldik. 10da keyin ovqat tayyorladim. Tushguncha 11:30 bo'ldi. Yeb, keyin uxladik. Ana uyda pishgan ovqatni yaxshi ko'radi. Bolalar bilan bog'liq eng shirin xotira qaysi? Bolalar bilan xotira shu paytni sog'inib eslaydiganingiz. Sog'inib eslaydiganim, endi eng shirin xotiralar ularni birinchi marta menimcha qo'limga olgan paytim bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chaqaloqlik paytlari, hozir yosh paytlarini, chaqaloq paytlarini ko'rib to'g'rida yig'laymiz. Ko'zlarimizga yosh keladi-da. Menimcha hammani muzlatkichida mana shunaqa magnit va rasmlari bo'ladi, chunki eng qadrli joyga borganimizda mana shunaqa magnitlar olib kelamiz o'zimiz bilan. Qanaqa oilaviy an'analar bor sizlarda? Nimalar birgalikda qilish yoqimli? Har kuni mana ertalab maktabga olib borish bizlar uchun odat va yoqimli bu narsa. Keyin kechki ovqatni birga qilish, kechqurun bitta o'yin o'ynaymiz. Qanaqa? Bitta o'yinimiz bor kechqurun. Nima o'yin Bilalbek? Har kun kechqurun Layla keldi o'yinini. Bular charchaguncha dadasi beshalamiz o'tirib dumaloq bo'lib har kun shuni o'ynab, keyin uxlashadi. Shu odat. Qani kelinglarchi, Muhammadjon o'ynaydimi? Muhammadjon qanday yutadi u? Muhammadjon, uydagi oilaviy o'yinni o'ynaymiz. Qani 100 yil bo'ldi o'ynamaganimga lekin. Muhammadjondan boshlaymiz. Ketdik, har doim yutarkan. Chiqarib aytamiz. Laylak. Tuxum Qo'ydi. Soni. Nechta? Ayting. 10 ta. Tezda. Tezda. 1 3, 4, 6 9, 10. Voy. 10 ta chiqdimi? 10 bitta. Yo'q, bilan 10 bittamidi? Chempion ekan Muhammadjon. Tez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qani? Urdimi? Yo'q. Demak, keling, Bilol chempioni. Bilol yutdi, Bilol. Men bu narsa eslasangiz ko'rsatuvda aytgan edim. Hozir Nima ekan bu? Meni xotiram past. Bu gulmi? Birinchi gulim bunyod bergan. Mana quritib qo'yganman degandilar 2 bor. Ekspertiza qilsangiz 15 yil bo'lgan. Hidi ham bormi hali? Bu atir bormi? Atirga qanaqa bo'ladi? U bergan atir gullari ham bittalik edi-da. Agarda buket bo'lganda hammasi saqlardim. Bu bitta dona bo'lgan. Voy, keyin o'sha saqlaganman. Bir dona atir juda moda edi haqiqatdan. Moda edi. O'shani keyin berganlar saqlab qo'yganman. Qurib qo'ygandan keyin nimagadir tashagim kelmayapti-da, to'xta dedim deb olib gerbariya qilib saqlab qo'ydim ekan. Bu choyni olib oshxonada o'tirmas ekanmiz. Qayerda o'tiramiz? Keling, ichadigan joyimizga boramiz endi. Alohida joyi ham bor. Buni qanaqa ko'tarib ketamiz? Keling, men olaman. Hamma choyni oling. Keling. Bunaqasi hali bo'lmagan lekin. Bitta uyda shuncha joy. Ketdik. Onam ham aytadi. Biz uchastkada turamiz, katta hovlida. Plansiz deydi. Sen eng kichkinagina dom hamma narsa joy-joyda deydi. Keling. Ana bo'lmasa. Anam, xuddi fransuzlarga, yevropaliklarga o'xshaysiz. Yevropada shunaqa o'tishadi-ku. Keling. Salqin payti ham pletlar yopinib olamiz. Va yomg'ir payti ham yoqimli. Yomg'ir payti ham, sovuq payti ham pletlar yopinib, issiqqina bo'lib, issiqqina choy ichib, dam olib, qo'shnilarni tomosha qilib. Keyin yana bitta narsa, kechqurun stadionda chirog'i yonadi. Bunyodkor stadioni. Ana karuselni ham chirog'i yonadi va uyimizdan teleshka ko'rinadi. TV Tower uni ham chirog'i yonadi. Aytganingizdek, Fransiya. Zo'r. Qani choydan qo'ying. Demak, Bunyod og'a bilan shu yerda o'tirasiz. Albatta, shu yerda choy ichib, bugun nimalar qildik, ertaga nimalar qilishimiz kerak, bugun qilgan ishimizdan nimalar xato bo'ldi, nima qilmasligimiz kerak edi, nima bilan ko'nglimizga og'ir botdi-yu, nima bilan kimnidir ko'ngliga tegib qo'ydik.
shularni analiz qilamiz, gaplashib o'tiramiz, kelajak uchun reja tuzamiz. Nima chiroyli ketyapti, nima sekinlashyapti, nimada xato bor, nimada normalniy boryapmiz. O'shalarni ko'proq gaplashamiz. O'zi ayolni baxti nimada o'zi? Ayolni baxtimi? Ayolni baxti faqatgina juftini uni tushunishi. Uni поддержка qilishi har qanaqa holatda. Qanaqa holat? Masalan, ayol kishi har doim ham to'ydan oldingi holatda ko'rgandek har doim ham o'ziga qarab chiroyli bo'lib yura olmaydi. Masalan, tug'ruq bo'ladi, bola bilan band bo'lib qoladi. Bemor bo'ladi, haqiqatda aytganingizdek. O'sha payti sizni tushunishi, sizni qo'llab-quvvatlashi, Dinar hali o'tib ketadi, hammasi zo'r bo'ladi. Bemorlikni ham o'tirganman, to'g'risi, uni ham intervyuda aytib berganman. Даже yillab yotib qolganman. O'sha payti sinovdan o'tganlar. O'sha paytda sinov olgansiz. O'shanda kasal bo'lganimda doktorim bor edi. O'shanda bitta gapni aytib siqilganman, uzr. Endi baribir ko'p yotib qolsangiz ham bo'lmas ekanda. Baribir bolalarning ovqati erkak kishini kirchiradigandek. Keyin o'shanda sen turishga harakat qil, o'zing ham harakat qilishing kerak deganda bilmayman, kuch topa olmayapman qanaqadir. Erimga ham yuk bo'ldim degan gapni aytganman. O'shanda aytgan, nimaga sen unaqa deyapsan? Sen ertaga uni jannatga kirishini xohlaysanmi? Albatta, jannatga kirishini xohlasang, u ham nimadir bilan sinalishi kerak-ku. degan. Zo'r gap aytgan ekan. Hayotimizdagi ba'zi qiyinchiliklarga aslida e'tiroz bildirib qo'yamiz, endi ojizmizda baribir aslida u biz uchun yaxshi narsa bo'lib kelayotganligini keyinchalik his qilamiz. O'tib olingan o'sha narsadan zato. Agar oxirgi kuningiz bu sizni deyishganda nima degan bo'lardingiz bir-biringizga? O'zingiz xohlagancha maza qilib yashang. Men uchun hamma narsa qilganlar. O'sha kasal paytim bolaga ham o'zlar qaragan, даже ishga ham chiqmaganlar. Nimaga men o'sha bosqichda o'tganman, keyin o'zimga o'zim aytganman. Agarda shunaqa kun kelib qolsa, erkak kishida ham masalan motam tutishi mumkin-ku. Yo'q, unaqa qilmang. O'zingiz xohlagandek mazza qilib yashang deb aytaman. Siz shunga loyiq insonsiz deb aytaman deb men u gaplarni ham o'ylaganman. Lekin mardlik shunda bo'ladi. O'z erkakning mardligi. Masalan, oilasi uchun turib bera olishi, turmush o'rtog'i uchun turib bera olishi o'sha mardlik bo'ladi. Bir umr yuzi yorug' bo'ladi erkakning keyin, tili uzun bo'ladi. Meni sevmaysiz siz deya olmaysiz keyin hech qachon. To'g'rimi? Ha? Siz uchun haqiqiy sevgini ko'rsatib qo'ygan bo'ladilar-da. Ba'zi insonlar buni quloqlari bilan shunchaki eshitishni yaxshi ko'rishadi, sevamanni. Aslida harakatlar orqali isbotlangani bu baribir boshqacha bo'ladi-da. Amaldagisi qiyinroq. Shunaqa. Mana shu narsadan o'tib olgansiz va shuning uchun ham mana bugun o'rtangizda o'sha sevgi haligacha yashayapti. Uchta farzand, kasbiy faoliyatdagi qancha muvaffaqiyatlar bor. Nima deb o'ylaysiz? O'zingizni his-tuyg'ularingizdan kelib chiqibdi. Endi buni Xudodan boshqa hech kim bilmaydi-yu. Alloh sizni yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi. Men nima deydi? Men ko'p aytaman u gapni, ovoz chiqarib aytaman. Hatto kecha ham aytdim, ovoz chiqarib, Alloh sen meni yaxshi ko'rasan, sen meni yaxshi ko'rasan bilaman. Nimaga? Mana shu insga kirganimizda men kontrakt bilan kirganman-da. O'z oilaviy sharoitimiz u payti og'irroq edi. Nimaga? Oiladagi hammamiz kontraktda kirib qoldik o'sha payti. 5 ta farzandimiz, 4 talamiz-da, 4 ayol kishi, hammasi kontrakt, bitta akam bilan dadam ishlaydi. O'sha payti shunaqa yig'laganman. Unda ham ovoz chiqarib aytganman. Alloh sen meni yaxshi ko'rmas ekan, onam aytadi, qo'y unaqa dema. Alloh qahri kelmasin, qo'y. Yo'q, men Alloh yaxshi ko'rmas ekan. Keyin men shuni hayotda isbotini ko'rdim. Biza paytimizda gradga, byudjetga kirganlarni ikkinchi kursga bormasdan to'y bo'lib ketardi. Byudjetga, kontraktga kirganlarga sochiq emas. O'l taraf ham shu bo'lib ketdi. Allohim bizning taqdirimiz birlashtirishi kerak-ku. Uni bilan Toshkentdan kelish kerak, uncha men Xorazmdaman.
Ungacha men 4 yil turmushga chiqmay turishim kerak. Kontraktga kirsam soch kelmaydi. Keyin men o'ylaganman, ha, Allohimning plani bu yoqda bunaqa bo'lgan ekan deb men aytganman. Uyquda boshqa odamga sevgi izhor qilgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lmagan. Bo'lmagan. Bir-biringizdan pulni berkitgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lgan. Bir-biringizni o'zingizni yaxshi ko'rsatishga harakat qilgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lgan. Aha. O'zingizcha qaror qabul qilib, keyin uyalib qolgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lgan. Va'dani berib bajarmagan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lgan. Bo'lgan? Aha. Haq bo'la turib, yutqazgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lgan. Pulni betiga qaramasdan ishlatgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lmagan. Kimdadir bo'lgan. Qachon? Chet elda adashib qolgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lgan juda ham ko'p bora bo'lgan bunaqa voqea. Aha. Klientga tur sotish uchun o'zingiz bilmagan joyni maqtagan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Albatta bo'lgan. Bo'lgan. Bir-biringizni oson tushunasiz, ha? Ko'z qarashlaridan his qilasiz. Har kuni birgasiz 24/7. Ba'zida bo'ldi, bir ozgina dam olaylik bo'ladimi? Siz narixonaga chiqib yoting yoki men boshqa ishxonada ishlab turay. Bizda ham urush janjallar bo'lib turadi. Nima uchib qolishi mumkin eng maksimum? Uchmaydimi hech narsa? Urushganda. Urushganda sinishi mumkin bo'lgan narsalar nimalar masalan? Nimalari devorda sindi, nimalari boshda sindi? Eng qattiq jazo nima bo'lgan? Masalan, bir xil erlar bordi, rosta gasin stul ko'tartirib burchaga turg'izib qo'yar ekan. Bor ekan shunaqasi. Ha, bor ekan. Nimada? Maktab bo'lib ketadi. Shunaqa. Ha, u eski uyimizda bo'lgan. Stul ko'targanmisiz? Bular qovurib berdilar-da. Hozir uchgan deganingiz esimga tushdi. O'zi bir marta usta. Tuxum qovurib berdilar. Tuxum qovur nimadir qilsam ham ketchuplar bilan nimadirlarni chizib bezatib yoniga pomidor bodringlar bilan bezatib olib kelishni yaxshi ko'raman-da. Keyin bular endi har doim hozir bu shunaqa qilib keladi deb ketchup solmagin degan ekanlar endi bular. Siz bu mesele eshitmay qolibsiz shuni. O'sha joyni eshitmay qolibman-da. Olib kelganimni bilaman endi bu jahlni qarang. Jahldan keyingi holat devorlar ketchupdi. Uchganmi ketchup? Bitta ketchup edi be. Voy tavba, astag'firullah. Och bo'lib turgan bilan bilmayman. O'zi boshqa narsadan kelib turgan bo'lsa, ketchupdan bo'lgandek hammasi. Shunaqa bo'ladi erkak kishida. Nozima bilan urushgan bo'lsalar, ketchupdan alamlarini olganlar. O'sha gapingizga qo'shilaman. Yo'q, Nozima emas. Ya'ni boshqa narsadan bo'lsa ham deyapsiz-ku. Hozir shunaqa holatga kelganmiz. Er-xotin ko'p yashab, bir-birini tushunib, bo'layotgan janjallarning sababi asli u emas, boshqa narsa ekanligi. Asli nima ekanligini tushunadigan holatga yetarkansiz. Masalan, hozir ketchupdan bo'lyapti, lekin asli ketchup emas. Hozir tahlil qila olasiz. Hozir aniq bila olasiz. Aniq bila olasiz. Nozimadan. Bilmaymiz, o'zimiz shunaqa bitta personaj o'ylab topib oldik. Yo'q, men hali so'rab olaman. Hali so'rab olarsiz endi Nozima haqida alohida uyda bir gap bo'ladi endi, lekin hazillashdim, rostdan qo'shib o'tirmang. Tag'in voy, ketchup kuni boshingizga kelmasin yana. Xo'p, hozir bir gul beramiz. Turmush o'rtog'ingizga taqdim qilasiz bu gulni. Guruch berdingiz-ku bizga. Siz gul berdingiz. Gul beramiz mana. Turmush o'rtog'ingiz dilingizagini ayting. Bu gapni o'zi ham ko'p aytganman. Borlig'ing uchun rahmat hayotimda. Alloh seni men hayotimda uchratgani uchun o'zidan shukr bo'lsin. Mrs. Dinara xonim. Bu sizga Mr. Bunyod taqdim etadi.
Baxtli bo'linglar. Rosa ko'p yig'ladilar Dinara. Ham kuldik, ham yig'ladik. Yig'ladik. Juda emotsional ekanlar.